Ausbildung degan programmani bilasizmi? Buni biladigan odam Germaniyaga ketish kerak. Germaniya orzusi endi orzu emas. Bu narsalarga bir qator e'tibor beramiz. B2 darajani 2 oyda erishgan joyda eshitganmisiz? Bunaqa imkoniyat faqat Andijonda iz bosganida, Boytovdi markazi, ya'ni Toshkent Petayda, Azilloda do'konning 2-qavatida Berlin Go o'quv markazida bo'lishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, dars jarayonlari bo'lyapti. Xalaqit berayotganimiz uchun uzr. Lekin bu yerda o'z ishini mutaxassislari tomonidan yaxshigina imkoniyat qilib berilyapti. Bilasiz, Ausbildung programmasi nima degani desa, o'zi o'qiyotganlar biladi. Boshqa ma'lumot uchun siz o'qishga borishingiz mumkin. Ya'ni o'zbekchasiga aytsak, kollejga borishingiz mumkin. Undan tashqari 1,5 ming yevrogacha siz oylik olishingiz mumkin. Uni bitirganingizdan keyin Germaniyada tilni yaxshi bilasiz, chunki bu yerda yaxshi o'qigansiz. Sizni bemalol ishga taklif qilishadi, yaxshigina daromadga kirishingiz mumkin. Men ham o'qib yurgan paytimda bitta Ikrom degan oshnam bo'lardi. Bechora oilasi bilan ketdi, shu bo'yi yo'q. Endi sizlar qaytib kelsanglar yaxshi bo'ladi. Chunki bu yerda O'zbekistonda bizni ota-onamiz bor, bola-chaqa bor, bemalol shu yerlarga qaytmasak bo'lmaydi. Undan tashqari narx masalasi nech pul deganlarga narxi 300 ming so'm. 300 ming so'm belgilangan. Bilasiz, boshqa yerlarda narxlar anchagina baland, lekin sifatli ta'limni beryapti. Sababi bitta narsani tan olish kerak, yangi ochilganda hamma narsa yengil bo'ladi, lekin natijalari yangi ochilganga qaramasdan B2 darajaga doğru yetib borish. Bundan tashqari, mabodo siz ishlagani boraman, nimaga meni yoshim kattaroq, o'qigani endi to'g'ri kelmaydi deydigan bo'lsangiz, o'qigani vaqtingiz yo'q, siz ishlagani borishingiz kerak. Sizga yo'nalish beradi. Konsalting xizmatini bepul qilib berishadi. Bu yerda qo'ldan kelganicha yordam berish imkoniyati ham bor. Mabodo siz o'qishga boraman deydigan bo'lsangiz, o'qishga topshirish imkoni uchun sizga konsalting xizmatini bepul qilib berishadi. Bu degani juda ham katta narsa. Endi siz birovga 1,5 ming dollar, 2 ming dollar berishingiz shart emas hozirgi kunda. O'zingiz ham o'qiysiz. Menimcha bu yerda hozir 6 oy davomida o'qisangiz hech qancha pul ketmaydi. 300 mingdan bo'lsa 6 oydagi bilasiz 2 million 400 bo'ladi. Agar adashmayotgan bo'lsam, maktabda shunaqa aytishgan. Endi 500 dollar ham umuman ketmaydi ekan. Bir gap bilan aytganda, qo'yingki Berlin Go o'quv markazini ochilganiga hech qancha bo'lmasa ham, lekin natijalarini gapirtirib yuborishyapti ekan. Ko'rib turganingizdek, bu natijalar osonlikcha kelmaydi. Buning uchun sifatli ta'lim, undan tashqari o'qituvchilarning mahorati, undan tashqari intizom bilan kelib, dushanbadan shanbaga qadar sizga ma'qul bo'lgan vaqtda kelishingiz albatta tavsiya qilinadi. Men pastda nomerini qoldiraman, o'zlarini aloqaga chiqib, qanaqadir biz bilmagan yoki sizga yetkazib bera olmagan savollarimiz bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri ukamizga, ya'ni shu yerda yurgizadigan boshlig'iga telefon qilishinglar mumkin. Endi aytganimizdek, Germaniyani orzusi orzu emas. Harakat qilsangiz, ozgina mehnat qilsangiz, oldingidaqa bilasiz, oldin ketish qiyin edi, lekin hozirgi kunda ozgina bilim, ozgina harakat, ozgina pul yetadi. Bemalol ketishingiz mumkin. Ko'p narsalar internetda bepul, shuni eslatib o'tamiz. Ko'pchilik haligi 1,5 ming, 2 mingdan dokument to'ldirishyapti. Ko'p narsa bepul. Shuni kelib o'qisangiz, o'rgansangiz, o'zingiz tushunib, o'zingiz dokument topshirishingiz mumkin. Bunga o'qituvchilar sizga yo'naltiradi, yordam beradi. Bemalol aloqaga chiqing. Sinimiz o'sha yerda resepsiyonda bemalol telefon qilib joyingizni band qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting, sababi siz uchun manfaatli, soqani bosadigan videolarni qo'yib boramiz. Albatta aloqaga chiqing.